Bu Asakada ochilgan proktologiya, gemoroy, asosan gemoroy. Lekin bu yerda hozir yangilik Baxtiyorjon. Yo'g'on ichakdagi o'zi ko'rib turadi. Mana bu qismida bu yerda gijjalar bo'ladigan bo'lsa, gijjalar bu sohadan o'tib ketayotgani. Hozirda mana yosh bolalarni gijja qurtlarini tushiradi dedingiz. Necha yoshdan bularni foydalansa bo'ladi yoshlar? Asakada bo'lganligi ham bu quvonarli hol. 400 ming aholisi bor Asakaga. Mana akalarimiz olib keldi shu apparatdan. Haqiqatan ham Toshkentda bor edi. 3-4 yil oldin bir san'atkor tanishlarim aytdimda. Men aka noto'g'ri tushunishmasin. Ular feysi bilan-ku go'zalligi aka. Ozosiz ekan, chiroyli bo'lasiz ekan, farzandingiz mana qurtlarsiz sog'lom bo'lar ekan. Zararsiz, hamyonbop narxlarda. Hamyonbop narxlarda. Proktologiya, Asaka shahri proktologiyadamiz. Gemoroy va boshqa ichak kasalliklari shifoxonasi. Kelsam Baxtiyorjon ham shu yerda ekan. Baxtiyorjon nima gap dedim. Omonmisiz? Gemoroy больницada. Tinchlikmi? Gemoroy больницada bitta akamiz mashina davolanib chiqib ketibdi. Yaxshi, Alloh Qandoshim, davolanib maza qilib chiqib ketdi, hozir zo'r yuribdi-kan. Yugurib. Ha, yugurib. Keyin bitta akamizga aytgan ekan, mendan so'radi. Men kelyapman, mana shu marhamat tomondan kelyapman. Qayerda dedi, men o'zim kutib olyapman endi. Ha, kasal kelyapmiz. Kasal kelyapti, kutib olyapman. Ungacha siz endi mashinasiz, mikrofonlaringiz bilan mana chiqib oldingiz-da, mana aka. Bu Asakada ochilgan proktologiya, gemoroy, asosan gemoroy. Lekin bu yerda hozir yangilik Baxtiyorjon. Ichak yuvish anaqasi ham kelgan, uskunasi. Endi biz tushunmaymiz-ku, doktor tilida ichak yuvish apparati deb qo'yadi. U ichak yuvishdan tashqari yana gijjalarni ham tushirgan qurtlarga. Toshkentda ko'rgan edim men aka, oldin. Toshkentda Asakaga olib kelishdi. Molodez. Zo'r. Bu haligi yuzdagi dog'lar, boshqalarni ham tushirib tozalab yuboradi. Ularni tozalaydi, ularni endi mutaxassis tilidan eshitsa yaxshi tushunadi bu odam, bunaqa obunachilar. Kirib ko'raylik. Bu yerni Baxtiyorjon o'zi deb olib ketasiz. Asakamizda mana nima deydi, klinika ochilganda shunaqangi. Shinam. Ha, Yevrosiy aka. Yevrosiy. Assalomu alaykum aka. Tushunmayapsiz? Doktor aka yaxshi aka. Assalomu alaykum aka. Va alaykum assalom. Kelinglar. Yigitlar, sog'lom yaxshimi? Rahmat. Bezovta qilmadingmi? Yo'q, rahmat. Kelinglar. Yaxshimisizlar? Bu bolnitsani bilardik. Xalq tilida aytganda gemoroy kasalligi bilan davolovchi bolnitsa edi. Bolnitsa. Ancha bir necha yildan beri faoliyat olib kelmoqda. Endi hozir Islomjon akam aytdiki, shu bunaqa apparat kelgan. Bu yosh bolalarni qurtini tushirgani, ichakni tozalagani, boshqa qilgani deydi. Shu haqida bir qisqacha tushuncha bersangiz, bu asakaliklarga, Asaka shahrimiz mehmonlariga. Bo'ldi. Bu apparatimiz Hidrokon apparatimiz. Bu Germaniyadan ishlab chiqarilgan. Bu apparatimiz ishlatilish nuqtasi, usullari aslonoy yo'g'on ichakda axlat evakuatsiyasining pasayishi, ya'ni ich qotishi bilan kasallangan bemorlarni, shikoyat bilan kelgan bemorlarimizni davolaydigan va ichaklarda yuvish prosesini bajaradigan. Yana bemorlarimizda teri allergik toshmalari bilan va qichishishlar bilan va yosh bolalarda yo'g'on ichagimizda shu axlat gijjalar yig'ilishini yo'qotadigan apparatimiz hisoblanadi. Bunda bemorimizda 3 ta seansimiz bo'ladi. 3 ta seansimizni buni kun ora o'tkazamiz. Kun ora o'tkazganimizdan keyin bemorlarda yo'g'on ichakdagi o'zi ko'rib turadi. Mana bu qismida bu yerda gijjalar bo'ladigan bo'lsa, gijjalar bu sohadan o'tib ketayotgani ko'rinadi. Ha, yuvish jarayonida ko'rinib turadi. Ko'rinib turganligi uchun bemorimizni bu apparatimizda 25-30 gradusda issiqlik, iliq holatdagi suvimiz ichkariga kiradi. Kirgandan keyin bemorlarimiz 3 ta seansdan keyin teridagi allergik toshmalar yo'q bo'lganligi va bemorlarimizni ichi 10 kun, 15 kunda kelayotgan bemorlarimiz ichini kun ora kelishini bizga aytib kelganligini kuzatdik. Va bemorlarimizda shu vaqtgacha hozir o'rtacha 300 tadan ortiq bemorni bu bemorimizda apparatimizni sinadik. Bemorlarimizda 90% effektini ko'rdik. Hozirda bu apparatimizga misol zarari yo'q-a? Yo'q, zarari yo'q. Zarari yo'q. Juda ham foydasi bor. Buni buyragida muammo bo'lgan, buyraklarida yaxshi ishlar, ichak funksiyasi yaxshi ishlamagan bemorlarda yo'g'on ichagimizni biz tozalaganimizda, suv bilan tozalaganimizda buyraklari yaxshi ishlagani va teridagi toshmalar, teridagi barcha qichishishlar yo'qolganini kuzatdik. Bemorlarimiz juda ko'pini hozir bu apparatda yuvib tozalayapmiz. Bemorlarimiz effekt yaxshi.
Men oldin shu apparat haqida eshitgandimda, Mhm. yuzdagi har xil dog'lar, oshqozon osti bezi kasalliklari, oshqozondagi boshqa narsalarga ham shu davo deyilgan edi. To'g'ri, to'g'ri. Bu- Sizni fikringiz to'g'ri. Bu bemor bu bunaqamizda apparatimizda yo'g'on ichakni ichki qismiga o'rtacha yoshlarda 15 litr, yosh kattalarda 40 litrgacha suv jo'natiladi. Bosim asosida jo'natib turib va yo'g'on ichakda bosim bilan kirgan suvimiz yo'g'on ichakdagi barcha axlat massasini chiqarib beradi. Chiqarib bergandan keyin ichakni ichida turgan eski axlat massalari va gijja narsalar va niqalar qurtlarimiz chiqib ketadi. Va bemorimizda yo'g'on ichak bo'shagandan so'ng yo'g'on ichak ishlashni boshlaydi. Ishlashni boshlaganligi sababli ichakdagi zararli odatlar yo'qolishini hisobiga bemorimiz kundan kunga yaxshilanib, yuzidagi toshmalar, dog'lar yo'qolganligini kuzatadi. Hozirda mana yosh bolalarni gijja qurtlarini tushiradi dedingiz. Necha yoshdan bularni foydalansa bo'ladi yoshlar? Yoshlarimizni o'rtacha biz 10 yoshdan yuqorisini qilyapmiz. Bu apparatimizni endi mutaxassislarimiz buni hozir qizlarimiz o'qib kelgan. Buni 10 yoshgacha qilashyapti. 10 yoshdan buyog'ini endi yana o'qib kelishimiz kerak. Biz hozir 10 yoshdan 70-80 yoshgacha shu apparatimizni qo'lladik. Effekti juda ham yaxshi. Darhaqiqat bu apparatimiz bizni vodiyda oldin yo'q edi. Vodiyda yo'qligi uchun bemorlarimiz hammasi Toshkentga borib kelishadi. Toshkentga borib kelishda juda ko'p qiyinchiliklar yuzaga keladi va bu yerda больницада kutib qolishardi. Biz endi shuni maslahatlashib, buni vodiyga olib kelaylik. Vodiyga ham Asaka tumaniga, Andijon viloyati Asaka tumaniga olib kelib, bu apparatimizni ishlatsak, bemorlarimiz yengillik bo'lishi maqsadida bu apparatimizni olib keldik. Shu bilan bemorlarimizda juda ko'p minnatdorchilik bildirib va bu apparatimizni yaxshiligini, uzoq masofamiz yengillik qilganligini tushuntirib, bizga rahmatnomalar aytib ketishyapti. Haqiqatdan ham mana akamiz to'g'ri aytdi. Endi hali ijtimoiy tarmoqlarda murojaatlar ko'p chiqadi-da, boshqalar hali bizga nima deydi, haligi ayollar boshqa farzandlariga, boshqalarga gijja qurtlariga deydi, mana akalar, opalar, singillar, asakamiz o'ziga ham mana akalarimiz olib keldi shu apparatdan. Haqiqatan ham Toshkentda bor edi. 3-4 yil oldin bir qiziqqanimizda yuzida dog'larni tushirganda Toshkentda deyilardi. Hozirda mana Andijonning Asakasida mana bemalol kelib, davo topib, farzandlarini, qurtlarini, har xil qurt deydi, gijja qurtlarini tushirishligini mana shu apparat bilan yordamlarini bemalol olsa bo'laveradi. Aytgancha, go'zal va latofatli ayollarimiz, opalarimiz uchun dog'larini tozalagani, ichak kasalliklarini tozalagani ham mana bu akalarga murojaat qilsa, bemalol davo topishlari mumkin ekan. Zararsiz, hamyonbop narxlarda. Haligi nima deydi? Qaysidir dorini foydasi bo'lsa, zarari bor bo'ladi. Buni umuman zarari yo'q, foydasi bo'lsa borki, zarari yo'q. Chunki bu butunlay oshqozon ichak tizimini tozalab, noldan ham yo'q, shirin holatiga keltirib berar ekan. To'g'ri. Endi siz gapingizga yana qo'shimcha ozgina bilindiraman. Bemorlarimiz juda ko'p miqdorda yo'g'on ichakni, masalan, ich kelmaydigan bemorlar yo'g'on ichakni tozalash uchun ichakni peristaltikasini kuchaytiruvchi dorilar juda ham ko'p ichadi. Endi shu apparatimizni qo'llaganimizdan so'ng 70%, 80% odam уже slabительniy ichakni bo'shashtiruvchi dorilarni ichmayotganligi va parhezlarni tushuntirganimiz hisobiga kunda ichib kelishlarini aytishyapti. Va bemorlarimizda ayollarda bu apparatimizga tushib 3 ta seansini olib, yana 3 oydan keyin yana tushgandan so'ng 10 kilogacha vez tashaganini va go'zalligi yana ham latofatli bo'lganligini bizga aytishyapti. Ozosiz ekan, chiroyli bo'lasiz ekan, farzandingiz mana qurtlarsiz sog'lom bo'lar ekan. Shu eng sizdan qiladigan ish nima? Shu nomerlarga murojaat qilasiz yoki menga murojaat qilasiz, Islomjon akam bilan akalarga ro'baro qilamiz. Apparat bilan tayyor ish faoliyatida. Hozir mana 2 ta akalar ham chiqib ketdi, shu apparatdan foydalanishdi. Endi sizlardan qolgan ish videoni ko'rib, shu dard bilan yoki shu kasallik bilan zararlangan, qiynalayotgan tanishingizga yuborib qo'yishingiz bo'ldi. Sizning oshxonasi kerak emas. Akalarga murojaat qilasiz. Shu bilan muammo hal. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat katta. Baxtiyorjon, lekin zo'robda. Ayniqsa apparat Asakada bo'lganligi ham bu quvonarli hol. 400 ming aholisi bor Asakaga. Shunaqa apparat yo'qligi o'zi yaxshi emas ekan, yaxshi olib kelib qo'yishibdi. Shu bahona mana haqiqatan doktor aka aytgandek, meni ko'p tanishlarim endi haligi hamma tanishmoqda, ayol tanish boshqalar Toshkentga borar edi aka. Shu narsani 5-6 yil oldin eshitgandim.
Tanish go'zalligiga. marhamati bor, ayol tanishi mumkin deyapsiz sen bu gap bilan. Yo'q, endi To'g'ri, shuni eshitdim men ham. Ayollar Jurnalistlar tez Aha. ichani yudirib tursak, chiroyli bo'lib ketar ekan. ha, Bu video, bu meni gaplarim aynan shu o'zi go'zal bo'lmoqchi bo'lgan ayollar uchun. san'atkor tanishlarim aytdim men aka, Ha, noto'g'ri tushunishmas. san'atkorlar. Ular feysi bilan-ku go'zalligi aka. Shuning uchun ularga xohlasa aytdim. kelishaveradi maqa, manzillar chiqarib Ha, beradi. manzili oson. Oldingi videolarda ham aytganmiz, Asakadagi suv ta'minotdan o'tganda bir dual vodokanalni qo'shnisi. Asaka marhamat yo'li. Qara bir ko'prikka yetmasa chap qo'yingizlar aka. Rahmat sizga opsionalga ham qolgizib qo'yasiz. Ha, bo'ldi, nomerlari bor. Bemalol o'ylamay murojaat qilishaversin aka. Rahmat sizga.